Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizni ham kelib o'rnatib berdik. Juda ham ideal holatda chiqdi, xudo xolasa. Bu darvozamiz Marg'ilon, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Langar ko'chasiga kelib o'rnatib berdik. Darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, stoykalar 10 ga 5 shivillerdan bo'ldi, kruglavoy, tagiyu yonboshi hammasi bo'ldi. Mana bunaqa joylarga nержавкалarigacha qo'yib berdik. Xudo xolasa mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu chespaklarni ustigacha qo'yib berdik. Listlarimiz ikkilik listdan bo'ldi. Profillar 6 ga 4, 1,5 stenada bo'ldi. Mana bunaqa joylarni ochiq qilib bering, ochiq qilib berdik. Zamoklari har doimgidek zo'r zamok. Orqa tomonlarni ko'rsatib o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Mana bu yopilishlari ham xudo xolasa juda ideal holatda. Mana orqalari ham tekis bo'ladi, xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Mana bu joylari sentr zamok. Bemalol bitta qo'lda. Mana shunday bitta qo'lda bemalol ochib yopilishi mumkin. Kimgaki shunday darvozalar qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.